Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimiz pomidor usuli. Pomidor usuli kimlarga foyda beradi? Qanaqa insonlar pomidor usulini ishlatsa hayotini butunlay o'zgartira oladi? Kelinglar, men sizlarga shu haqida tushuntirib beraman. Mana 5 yildan beri miyani rivojlantirish bo'yicha dars berayotgan bo'lsam, insonlardagi asosiy muammo shu dangasalik, ya'ni ishni boshlash qiyin. Ya'ni ish boshlashni qiynalayotganlarga bu usul yordam beradi. Va ishlarni keyinga surish odati bor. Masalan, hozir qilgisi kelmayapti-da, deydi, yakshanba kun qilaman deydi. Yakshanba kun damku deydi. Shu yakshanba kun boshlaymiz deymiz. Ya'ni prokrastinatsiya deydi. Bu dangasalikning yana bitta turi. Mana shu muammodan sizni qutqaradi pomidor usuli. Va pomidor usuli sizni kam harakat qilib, ko'proq natija qilishingizga yordam beradi. Misol uchun, siz 2 soat dars qilsangiz, 2 soatlik natija olmayapsiz. To'g'rimi? Ya'ni bu usulni ishlatganingizdan keyin siz 2 soat dars qilib, o'zingizdan qoniqishni boshlaysiz. Ya'ni 2 soat xuddiki katta natija qilgandek tuyulishi boshlaydi. O'zi aslida ham xuddi shunaqa bo'ladi. Va kamroq charchaysiz. Ya'ni kimdirlar 3 soat dars qilsa charchab qoladi yoki 1 soat dars qilsa xuddi 3 soat charchagandek, ya'ni dars qilib charchagandek tuyuladi o'ziga. Bu yerda esa 3 soat dars qilib ham deyarli charchamaysiz. Qanaqadir o'zingizda charchoqni his qilmaysiz. Energiya joyida bo'lishi boshlaydi. Va yana nima, qanday foydalari bor? Pomidor usulini ishlatganingizdan keyin diqqat e'tiboringiz eng muhimi, diqqat e'tiboringiz bitta joyga yig'ish oson bo'ladi. Ya'ni fokus deydi bu narsani, konsentratsiya, ya'ni ham diqqatingiz ham e'tiboringiz ham bitta ishda bo'ladi, bitta vazifada bo'ladi. Bugun mana shu usulni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu usul kimga tegishli? Bu usul Francesco Cirillo, ya'ni italiyalik dasturchi. Francesco Cirilloga tegishli. 1980-yillar taxminan 1980-yillar taxminan Francesco Cirillo uyida o'zini qanaqadir kompyuter sohasi bo'yichami, o'zini yozadigan, chizadigan darslari deysizmi, xullas qilish kerak bo'lgan ishlarini shu pomidor usulida bajargan. Ya'ni oyisini budilniga bo'lgan pomidor shaklida shuni budilniga qo'yib bajargan. Masalan, 25 minut ishlab, 5 minut dam olib, 25 minut ishlab, 5 minut dam olib, mana shunaqa qilib Francesco Cirillo pomidor usulidan foydalanib turib, kam harakat qilib, ko'proq natija olishni boshlagan. Diqqat e'tiborini bir joyga yig'ish osonroq bo'ladi, aynan pomidor usulida. Xo'p, men sizlarga endi birma-bir ketma-ket qadamlarni tushuntiraman. Xo'p, birinchi o'rinda pomidor usulini bajarishdan oldin 2 daqiqaga qo'ying. Ya'ni 2 daqiqaga qo'yingda, bu 2 daqiqalik tartib bo'ladi. Ya'ni 2 daqiqalik tartib qanaqa, nima bo'ladi? Ya'ni birinchi qadami uydagilaringizni ogohlantirib qo'ying. 2 minutga shunday qo'yingda, uydagilaringizga boringda ayting. Uydagilarga ayting, men dars qilaman, hozir 1 soatlik, 2 soatlik darsim bor, men chalg'itmay turinglar deyin. Tushundingizmi? Ya'ni ogohlantirib qo'ying. Ya'ni chalg'ituvchi sizni chalg'itish kerak bo'lgan omillarni yo'q qilib qo'ying. Oldindan aytib qo'ying, meni chalg'itmay turinglar. Xo'p, birinchi o'rinda shu 2 daqiqa qo'yingda uydagilaringizni ogohlantirib qo'ying. Kelasiz, yana sizni nima chalg'itish mumkin dars qilish paytingizda? O'sha chalg'ituvchi narsalar hammasini yo'q qilib qo'ying. Mushugingiz bo'lishi mumkin uyingizda, to'g'rimi? Yoki eshikni qulamadingizda kimdir ochib kirib kelishi mumkin. Shu eshikni qulab oling yoki bo'lmasa 2 daqiqalik bitta tartib keltirib oling yoki stollaringizni ustini tartibga keltiring. Uni olib tashlang, buni olib tashlang, ya'ni ortiqcha narsalar olib tashlangda, zaryadchik turmasin, kalt turmasin, yana qanaqadir kabel, yana bir narsalar turmasin. Storingizni polностью tozalab tashlang. Tozalab tashlangda 2 daqiqalik shuni tartibga keltirib oling storingiz ustini. Va faqatgina bitta vazifani qilishingiz uchun o'sha bitta ish tursin. Qolgan ortiqcha narsani olib tashlang. Xo'p, 2 daqiqalik, ya'ni chalg'ituvchi omillarni yo'q qilib qo'yishingiz kerak. Ya'ni dars qilish paytingizda sizni nima chalg'itishi mumkin? Uydagilar storingizda ustidagi o'sha betartiblik shuni tartibga keltirib oling. Ya'ni bitta narsa qolsin bo'ldi. O'sha bitta qilishingiz kerak bo'lgan ish bo'lsin. Boshqa narsa bo'lmasin. Va telefon. Asosiy narsa telefon. Telefoningizni polyotga qo'ying. Shkafni ichiga solib qo'ying, boshqonaga qo'yib chiqing, yana nimadir qo'ying. Bu yerda vaqtdan foydalanishingiz kerak bo'ladi.
Mana bunaqa taymer oling. Agar bunaqa taymeringiz bo'lmasa, telefoningiz taymerdan foydalansangiz bo'ladi. Lekin ehtiyot bo'lishingiz kerak, telefonga kirib ketmasligingiz kerak. Shuning uchun telefoningizni polyotga qo'yib qo'ying. Polyot rejimiga qo'yib qo'ying. Shunaqa turib chalg'ituvchi omillarni yo'q qiling. Birinchi qadam, ya'ni 2 daqiqalik tartib degani chalg'ituvchi omillarni yo'q qilish. Chalg'ituvchi omillarni yo'q qilish. Bu birinchi qadam. Xo'p, ikkinchi qadam. Ikkinchisi, qilishingiz kerak bo'lgan bitta vazifani aniqlang. Bitta vazifani aniqlab oling. Bu nima degani? Aniqlab oling. Qarang, qilishingiz kerak bo'lgan bitta vazifani aniqlab oling. Bu nima degani? Masalan, kitob o'qimoqchi bo'lsangiz, kitob o'qiyman deb turib, oldingizga kitobni qo'yib qo'yib, ish boshlashga harakat qilmang. Taymerga qo'yishingiz bilan sirasiz kitob o'qib ketmang. Birinchi o'rinda belgilab oling. Taxminan hozir men 20 daqiqa ishlayman. Men kitob o'qimoqchi bo'lsam nima qilaman? Rejalashtiraman. Taxminan 32-betidan 34-betgacha o'qiyman deb turib rejalashtirib oling kitobingizni. Qayerdan qayergacha o'qishingiz kerakligini bitta rejalashtirib qo'ying. Tushundingizmi? Qilishingiz kerak bo'lgan ishni aniqlab oling. Kitob o'qing. Xo'p, kitob o'qing. Qaysi kitobni o'qiysiz? Xo'p, Qora qush kitobini o'qiydigan bo'lsangiz, Qora qush kitobini qayerdan qayergacha o'qiysiz? Shu narsani aniqlab olishingiz kerak-da. Tushundingizmi? Yoki so'z yodlashingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, nechta so'z yodlamoqchisiz? 30 tami, 40 tami, 50 tami, 20 tami? Shu yodlashingiz kerak bo'lgan narsani shuni aniqlab olingda, stolingiz ustida faqatgina bitta ish tursin. Boshqa ortiqcha narsa turmasin. Agar stolingiz ustida, ya'ni ko'zingiz oldida 4 ta 5 ta narsa turadigan bo'lsa, bu sizni chalg'itadi birinchidan. Ikkinchidan miya o'ylaydi, deydi, hali buni qilishim kerak, buni qilishim kerak deydi-da. Ya'ni qilish o'rniga o'ylab mentalni charchatadi. Ya'ni bu sizni energiyangizni ko'p sovurib yuboradi. Shuning uchun bitta ish qo'yingda, qolganini qilishingiz kerakligini bilib turing, lekin sal nariroqqa ko'z ko'rmaydigan joyga yoki stolingiz tagiga, stolingiz sumkangiz bo'lsa, sumkangiz ichiga tiqib qo'ying. U narsa siz bezovta qilmay tursin. Tushundingizmi? Siz avval bitta narsani eplab qilishni va bajarishni o'rganib olishingiz kerak. Tushundingizmi? Ya'ni ishni boshlashni va o'sha ishni bitirishni o'rganib olsangiz bo'ldi. Qolganini ham xuddi shunaqa turib bitirish oson bo'ladi. Xo'p, qilishingiz kerak bo'lgan o'sha bitta vazifani aniqlab olasiz. Ya'ni vazifa aniq bo'lsin. Bir qanaqadir uni qilaman, buni qilaman, kitobni o'qiyman degan bir mavhum yoki bo'lmasa noaniq vazifalar bo'lmasin. Aniq vazifa. 30 ta so'z. Tushundingizmi? Aniq vazifa. Aniq vazifa. Qora qush kitobini 37-betidan 39-betiga o'qish. 37-betigacha o'qish. Bu ham aniq vazifa. Tushundingizmi? Shu qilishingiz kerak bo'lgan aniq vazifani aniqlab oling. Taxminan 20 daqiqaning ichida qaysi ishni qilishingiz kerak? Tushundingizmi? Buni qilishingiz kerakmi? Xo'p, buni qilib bo'lganingizdan keyin taxminan 10 minutda bitadigan ish bo'lsa, bundan keyin qaysi ish qilishingiz kerak? O'sha ishni aniqlab, stolingiz ustiga bitta ish qo'ying, uni stolingiz tagiga qo'yib qo'ying yoki sal nariroq qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Shu. Xo'p, keyingisi 3-qadam. 3-qadam 20 daqiqa ish. 20 daqiqa ish. Bu o'zi aslida pomidor usulida 25 daqiqa ishlab, 25 daqiqa o'zi aslida biz 20 daqiqa dedik. Nimaga? Chunki zamonaviy insonlarni men bilaman. 25 minut qilasan desa, bu diqqat e'tiborini bitta joyga yig'ishga yoki bo'lmasa qanaqadir 25 daqiqa u insonlar uchun ham daji ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu narsa 20 daqiqa sifatida olinadi. Ya'ni 20 daqiqa siz ishlaysiz. Faqat bitta narsani tushunishingiz kerak. 20 daqiqa ish degani chalg'imasdan ish. Ya'ni chalg'imaslik kerak. Ya'ni chalg'imaslik muhim. 20 daqiqa ishlaysiz, lekin chalg'imaysiz. Chalg'imaslikka harakat qilasiz. 20 daqiqaga qo'yasiz. Taymeringizni
20 daqiqaga bosasizda bo'ldi. 1 sekund ishsiz turmaslik kerak. Tushundingizmi? Hop. Mana 20 daqiqaga qo'ydingiz, misol uchun. Bu orqaga aylanish kerak. 19, 18, 17 mana shunaqa turib minuti pastga ketish kerak. Ya'ni 0 dan 20 daqiqagacha qo'yadigan bo'lsangiz, miya qachon tugaydi bu ish deydi. Ya'ni miya tez zerikadi bu narsadan. Shuning uchun 20 daqiqadan pastga qo'yadigan bo'lsangiz, xudoga shukr, mana 15 minut qolibdi-yu. Mana 10 minut qolibdi-yu. Mana 5 minut qolibdi deb turib, sekin-sekin nima bo'ladi? Sizning miyangiz vaqt kamayayotganini va sizning miyangiz ishlab ishni bitirayotganini, natija qilayotganini sekin his qilishni boshlaydi. Bu narsa sizga sekin ichki motivatsiyangizni oshirishga sabab bo'ladi. Ya'ni 20 daqiqa ishlaysiz, chalg'imasdan ishlaysiz. 3-qadam shu. Xo'p, keyingisi 4-qadam. 4-qadam 3 daqiqa yoki 5 daqiqa dam olish. Dam olish. Qarang, 3 daqiqa dam olib ko'ring yoki 5 daqiqa dam olib ko'ring. Ya'ni 5 daqiqa dam olib, o'rningizdan turib, yana ishlagingiz kelyaptimi, yo'qmi? Agar ishlagingiz kelmayotgan bo'lsa, keyingi safar 3 daqiqaga qo'ying. Tushundingizmi? Ya'ni 5 minut sizga ko'p bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. 5 minut dam olish degani, telefon chuqlash emas, telefon chuqlash man qilinadi. Borib qanaqadir ovqatlar yeyishingiz ham kerak emas. Men bu haqida tayyor 7 kunlik o'sha hozir men sizga ko'rsataman. 7 kunlik tayyor jadval tashab qo'yganman tarqatma materiallarga. Bu yerda nima yozilgan? Ya'ni nima yeyishingiz kerak dam olish paytingizda, ya'ni dam olganingizdan keyin yoki ish tugatganingizdan keyin. Xo'p, mayiz yesangiz bo'ladi. 5-6 ta dona. Uni ham cheklash kerak, ya'ni nazorat qilib qo'yishingiz kerak. Nima uchun mayiz yeyishingiz kerak? Chunki bu sizga dopamin beradi. Dopamin nima? Dopamin bu harakat qilish kerak yana oldinga intilish kerak degan qanaqadir ichki motivatsiyangizni uyg'otib beradi. Tushundingizmi? Bu sizni rag'batlantirish. Dopamin bu rohat gormoni emas. Dopamin bu rohat borligi haqida bitta signal beradigan gormon hisoblanadi. Tushundingizmi? Xo'p, telefonga qaramlikdan ham chiqish osonroq bo'ladi bu pomidorni ishlatsangiz. Agar telefonga kirib, reels ko'rib, Instagram ko'rib o'tiradigan bo'lsangiz, boshingiz ichidagi dopamin portlaydi. Portlaydi degani bo'ldi, uje turgingiz kelmaydi. Bo'ldi, ish kerak emas deydi. Siz miyangiz ish kerak emas, bo'ldi, ishlash shart emas degan shunaqa holatga o'tib oladi. Bu yerda pomidor metodini bajarganingizdan keyin dam olish paytingizda yoki o'sha 20 daqiqa ish tugashi bilan 5-6 dona mayiz yeb olsangiz, sizning miyangiz o'sha dopaminni ozgina miqdorda yana ishlab chiqaradi-da, yana davay ishlashga tayyorman degan sizning miyangizda funksiya yonadi. Xo'p, bu yerda yana nima bor? Fokus vazifasi, ya'ni nima vazifa qilishingiz kerak? Qanaqadir so'z yodlashingiz kerakmi, kitob o'qishingiz kerakmi? Kitob o'qish deb turib yozsangiz bo'ladi yoki bu yerga so'z yodlash, 30 ta yoki 40 ta so'z yodlash deb turib yozsangiz bo'ladi. Xo'p, 20 daqiqa ishladingizmi? Periskop qo'yishingiz kerak. O'sha 20 minut degan joyi bor. Periskop qo'yishingiz kerak. Xo'p, keyin yana nima bor? Mayiz yeganingizdan keyin bajarildi. Mayiz yedingizmi? Periskop qo'ying, ya'ni ptichka qilib qo'ying yoki bo'lmasa. Xo'p, 5 minut dam oldingizmi? 5 minut dam olishingizni ham ptichka qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, yana nima yesangiz bo'ladi? Mana semichka, oddiy semichka. Bozorga borib 10 ming yoki 5 mingga bir qancha semichka beradi. Tushundingizmi? Bu yerda ajoyib bir 10 ta semichka yetadi. Tushundingizmi? Bu sizning miyangizdagi o'sha dopamin gormonini bu yoqqa terib olishingiz kerak bo'ladi-da. Mana qarang, ishlash paytingizda dopamin gormoni sekin pastga tushadi. Fokus sekin buziladi. Tushundingizmi? Ishlash paytingizda fokus yig'iladi, 20 minut, 25 minutdan keyin sekin fokus buzilishni boshlaydi. Nimaga fokus buziladi? Sababi dopamin gormoni sekin tushishni boshlaydi. O'sha gormonni qayta tiklab olishingiz uchun yana bir marta aytaman, dopamin gormoni davay yana harakat qil. Davay mana bu ishni qilishimiz kerak degan o'sha xohishni yoqib beradi. O'sha harakat qilishingizga yordam beradigan bitta yordamchi u dopamin gormoni. O'shani chiqarib olishingiz uchun mana shunaqa qanaqadir yong'oq yoki mayiz 5-6 dona kam miqdorda. Tushundingizmi? Kam degani bitta yeb emas. 4 ta 5 ta bo'lsin, 6 ta bo'lsin. Ko'p emas.
Bu yerda nazorat qilishingiz kerak bo'ladi. Ko'pam emas degani 30 ta 40 ta yeb olib turib, "Voydod bo'ldi, yetadi, ishlash kerak emas" deb turib, o'zingizni o'sha holatingizga qarang-da. Tushundingizmi? Mana 6 ta yeb ko'ring, 7 ta yeb ko'ring. Yana turib ishlagingiz kelyaptimi? Bo'ldi. Siz uchun 7 ta norma. 15 ta yeb ko'ring. O'sha 15 ta yeb ko'ryapsiz-da, o'sha turgingiz kelmayaptimi? Demak 15 ta siz uchun emas. Ikkita yeb ko'ring. Ikkita yeb ko'rib siz ishlamayapsizmi turib? Bo'ldi. Siz uchun ikkita emas. Siz uchun o'sha 6 ta 7 ta norma. Nima qilasiz? 10 ta dona sanaysizda yeysiz o'sha dam olish paytingizda yoki dam olib bo'lganingizdan keyin ozgina naf turib yeb sekin joyiga qo'ysiz bo'ladi. Yana bir marta aytaman. Bu sizni nima qilib beradi? Bu siz dopaminingizni yaxshi ishlatib beradi. Qarang, bu yerda nima mumkin emas? Nima mumkin emas? Kola, o'sha gazli ichimliklar, energetik ichimliklar, shirinliklar, qanaqadir ovqat yeyish, shirinliklarga o'sha tort, pirojniy, o'sha narsalar kirib ketadi. Tushundingizmi? Ishlash paytida bu narsalar mumkin emas. Chunki o'sha dopamin gormonini sekin buzib yuboradi, keyin ishlagingiz kelmay qoladi. Va bu yerda yana bitta ajoyib narsasini aytib ketaman. Tagida savollari bor. Pomidor ishlatganingizdan keyin o'sha savollarga javob berib chiqib, mana bu yerga yozib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda qanaqa savollar tuzilgan? Bugun nechta sikl bajardim? Sikl degani mana 20 minut ish, 20 minut ish, 5 daqiqa dam yoki 3 daqiqa dam. Mana shu bitta sikl. Tushundingizmi? Mana shu bitta sikl. Bugun nechta sikl bajardingiz? Yozasiz. 3 ta yoki 4 ta sikl bajardingiz. Bajarganingizdan keyin nimani his qildingiz o'zingizda? Qanaqa natija bo'ldi? Ish yaxshi bo'ldimi yo'qmi? O'sha natijangiz haqida ozgina konspekt qilib yozib qo'yasiz. 4 ta sikl bajardim. Men uchun yaxshi bo'ldi. Fokus bir joyga erishishim oson bo'ldi. U bo'ldi, bu bo'ldi. Shunaqa qilib yozasiz. Xo'p, ikkinchi savol bor bu yerda. Qachon chalg'idim va nima sabab bo'ldi? Ya'ni shu dars qilish paytingizda, o'sha pomidorda ishlayotgan paytingizda chalg'idingizmi yo'qmi? Tushundingizmi? O'sha qachon chalg'iganingizni shuni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Va nima sababdan chalg'idingiz? Tushundingizmi? O'sha narsani sekin yozib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, keyingisi, ertaga nimani yaxshilayman? Ya'ni keyingi safar shu pomidor bilan dars qilish paytingizda nimani yaxshilasangiz, bundan ham yaxshiroq natija qila olasiz. Tushundingizmi? Nimani yaxshilash kerak? Tushundingizmi? O'sha narsani savollarga javob berib chiqsangiz, keyingi safarga pomidor uje siz uchun kuchliroq pomidor bo'ladi. Ya'ni kuchliroq diqqatingiz bir joyga yig'asiz, kuchliroq dangasalingiz yengish oson bo'ladi. Nimani yaxshilashingiz kerak? Misol uchun kam yeb qo'ydingiz. Misol uchun kam mayiz yeb qo'ydingiz, ekkita yeb qo'ydingiz. Uje ishlagingiz kelmay qoldi, bo'ldi, keyingi safar 7 ta yeyman. Tushundingizmi? Yoki ko'p yeb qo'ydingiz. Bo'ldi, keyingi safar 15 ta ko'p ekan, keyingi safar 8 ta yeyman. Bo'ldi. Mana shunaqa qilib turib, keyingi safar nimani yaxshilashingiz kerak? O'sha narsani yaxshilab borishga harakat qilasiz. Xo'p, 5 daqiqa dam olib qo'ydingizda, qaraysiz turgingiz kelmayapti. Yoki divanda yotib qo'yasiz. Bo'ldi, divanda yotmayman. Divan X. Anaqa polda yotaman. Tushunyapsizmi? Yotadigan joyingiz noqulay bo'lsin. Turish osonroq bo'ladi. Nega noqulay bo'lsin deydigan bo'lsangiz, turish oson bo'ladi. Shunaqa turib ishlashingiz kerak bo'ladi. Pomidor usulini bajaring. Xo'p, 5-qadam. Davrni takrorlang. Ya'ni xuddi shunaqa turib ishlang. 20 minut ishlang-da, 3 minut dam oling yoki 5 minut dam oling. Vazifani aniqlayingda, keyingisiga o'ting. Vazifani aniqlayingda, bajaringda, keyingisiga o'ting. Mana shunaqa turib vaqt tugamaguncha boshqa narsaga chalg'imang. O'sha jadvalni yaxshilab ishlating. Bu yerda mana bitta qog'ozga bitta jadvalni ikkita qilib chiqarsangiz bo'ladi. Bu yoqqa bitta, bu yoqqa bitta. Hozir yana boshqachasini ko'rsataman. Bu 7 kunlik jadval. 7 kun davomida shu pomidorni bajarib ko'ring. Har kuni bittadan jadvalni ko'rib bajarib boring. Bu yerda jadval zo'r. Sizga o'ta bir yoqadi, bajaring. Xudo xolasa natijani ko'rasiz. 3 ta, 4 ta sikl bajarib ko'ring. 3 ta, 4 ta, ya'ni pomidor bajarib ko'ring. Natijani o'sha savol-javob guruhiga o'zingizda qanaqa natija bo'lganligi haqida yozib olsangiz, qolganlar ham ko'rib bu usulni ishlatgisi keladi keyin. Xo'p, vazifalarni bajaring, konspektlashtiring, jadvalni chiqarib olingda va guruhga tashab qo'ying. O'sha konspektlashtirganingizni, qanaqa natija bo'lganini va o'sha savollarga javob bersangiz, o'sha javobni ham yozib
tashlab qo'ysangiz, qolganlar ham sizni ko'rib yana ham harakat qilishni boshlaydi. Xo'p, yana bir marta takrorlab o'taman. 2 daqiqalik tartib, birinchi tartibga keltirib oling, chalg'ituvchi omillarni yo'qotib oling. Uydagilarga ayting, menga tegmay turinglar deyin. Telefoningizni polyotga qo'ying. Ya'ni chalg'itadigan narsalarni yo'q qiling. Xo'p, keyin qilishingiz kerak bo'lgan bitta ishni aniqlab oling. Bitta vazifa bo'lsin. Bo'ldi, mana shu ish qilaman. Bo'ldi. 4-5 ta ish qiladigan bo'lsangiz ham birinchi o'rinda mana shu ish qilaman, keyin g'oyani qilaman. Ya'ni bitta ishni oldingizga qo'yib oling. Chunki u ish aniq bo'lsin. Ya'ni prosta tak kitob o'qiyman emas, prosta tak misol ishlayman emas. 37-misol, 38, 39-misolni ishlash. Tushundingizmi? Bitta aniq vazifa bo'lsin. Keyin 20 daqiqa ish, 20 daqiqa chalg'imasdan ishlashga harakat qiling. 3 minut, 5 minut dam olish yoki. Nima uchun dam olish keling? Mana shu narsani ham bir ochiqlab ketaman. Dam olish paytingizda 20 daqiqa energiyangiz ketqizdingiz, to'g'rimi? Energiya ketkizganingizdan keyin haligi 3 minut dam olish yoki 5 minut dam olish o'sha ketkizgan energiyangizni qayta tiklab beradi. Tushundingizmi? Dam olish paytida prosta dam olsangiz bo'ladi, suv ichsangiz bo'ladi, choy ichsangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Bu energiyangizni qayta tiklab beradi-da. Va siz keyingi 20 minut ishlashingiz juda ham osonroq va qiynalmasdan ishlash bo'ladi. Dam olish paytida ancha bir nima deydi, tetik bo'lib olasiz o'zingiz. Davrini takrorlang deganda shu narsalarni qayta takrorlab yana ishlasangiz bo'ladi. Bugungi darsimiz shu. Vazifani bajaringlar. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar. Keyingi darsda ko'rishguncha.